namozxonlarga vayl bo'lsin. Shunday namozxonlarga do'zax bo'lsin. Vayl bu do'zaxdagi bir vodiyning ismi. Do'zaxdagi bir joy. Vayl nima desa, vayl shunday makonki, agar unga dunyodagi tog'lar olib borib sayr qildirilsa, biz bugun ko'zimiz bilan ko'rib turgan dahshatlik, toshlik, baland, baquvvat tog'lar agar vaylga do'zaxdagi o'sha vodiyga olib borilib sayr qildiriladigan bo'lsa, erib ketadi. Endi ojiz badanimiz qaysi holatga tushadi? Zaif badanimiz qaysi holatga tushadi? Kichkinagina tikon kirib ketib qolsa, qanaqa jismimiz og'riydi? Kichkinagina qiyinchilik yetib qolsa, qanaqa jismimiz og'riydi? Tasavvur qiling, tog' erib ketadigan joyga endi biz tushdik. Alloh saqlasin. Alloh subhanahu va taolo najot bersin. Nima uchun bu joyga borilyapti desa, favaylul lil musallin. Shunday namozxonlarki, alladina hum an solatihim sahun. Ular namozlaridan g'ofildirlar. Namozlarini unutib qo'yishadi. Ola namoz o'qishadi. O'tiradi, peshin vaqti kiradi. Peshin vaqti kiradida, keyin asr vaqti kirganda peshin o'tib ketib qopti-yu deydi. Falon bo'pti deydi. Uxlaydi, ertalab bomdod vaqtini o'tkazib yuborib uyg'onadi. Xufton vaqti o'tadi, kiradi, vaqti chiqib ketadi, e'tibor qilmaydi. Demak, ibodatlarga beparvo bo'ladi. Ibodatlarni ola qiladi, ibodatlarni unutib qo'yadi. Ibodatlardan g'ofil bo'ladi. Mana shu inson uchun vayl bo'lsin. Mana shu inson uchun do'zaxdagi shiddatli alami bor, shiddatli azobi bor bo'lgan vodiy bo'lsin deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Albatta bu haq, bu bo'ladi. Agar kim mana shunday yashaydigan bo'lsa, mana shunday hayotini olib boradigan bo'lsa, demak ana bu insonga yuqorida aytilgan azob, yuqorida aytiladigan uqubat bo'ladi.